Balar shaharchasi deb ham atash mumkin. Aholi gavjum nuqta. Qalblarni larzaga keltiruvchi ushbu ayanchli voqea haqida guvohlar shunday deydi. O'zini tashlavordi. Bola yotgan ekan, o'sha tashab bo'lgan. Qon bo'lib, pulis yo'q dedi ko'rgan odamlar o'sha yerda. Tashab o'tdi-da. Hamma vahimaga tushdi, keyin hamma vahima bo'lib telefon qilib 103, 102 shunday telefon bo'lib odamlar keldi. Telefonimni men shu yerga qo'ydim, telefonimni olasan deb kursdoshiga telefon qilgan. U bola nima unday qilyapsan degan aytmagan. Bu o'zi bu tashab bo'lgan. Uyga kelib telefonni olgan u. 18 yoshli yigit shu kuni oila a'zolariga meni kechiring, men sizlarni yaxshi ko'raman deya video xabar jo'natgan. Yigit bir qiz uchun o'z joniga qasd qilgan deya xabarlar ham tarqaldi shu kunning o'zida. Bu ma'lumotlar esa hech qanday rasmiy tasdiqqa ega emasligini eslatib o'tamiz. Holat yuzasidan Surxondaryo viloyati prokuraturasi quyidagi ma'lumotlarni taqdim etdi. Kuni kecha Termiz shahridagi Bog'shamol mahallasidagi ko'p qavatli xonadonlarning yuqori qavatdan o'zini tashlab o'z joniga qasd qilgan talaba yigitning o'limi holati bilan bog'liq holat ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama bo'lmoqda. Mazkur holat yuzasidan hozirgi kunda Termiz shahar prokuraturasi tomonidan tergov qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda. Talaba yigitning o'limi sabablarini aniqlash maqsadida sudga tibbiyot ekspertizasi tayinlangan hamda holatni batafsil joyga chiqib o'rganish ishlari olib boriladi. Shu o'rinda aytib qoladiki, keng jamoatchilik vakillaridan va ijtimoiy tarmoq faollaridan rasmiy manbalarda olinmagan ma'lumotlar bo'yicha oldindan taxmin yoki gumonlar qilib keng jamoatchilikda chalg'itmaslik so'raladi. Tergov qadar tekshirish harakatlari keng jamoatchilikka qiziq bo'lganligi sababli ommaviy axborot vositalari yordamida qo'shimcha ravishda axborot beriladi. Sodir bo'lgan voqea nafaqat bir oilaning, balki butun jamiyatning dardiga aylandi. Hayoti endi boshlanayotgan yigitning bu dunyodan shunchalar erta ketib qolishi esa albatta og'riqli. Marhumning oila a'zolari va yaqinlariga esa sabr tilaymiz.